Nega biz ro'za deymiz? Turklar o'ruch, qozoqlar esa o'raza deydi. Aslida bu so'zlarning o'zagi bitta ekanini bilasizmi? Bu ibodat arab tilida savm yoki siyom deyiladi. Ma'nosi o'zini tiyish. Ro'za so'zi forschadan o'zlashgan, ma'nosi kun degani. Ya'ni odam kun davomida o'zini yeyish-ichishdan tiyadi. Ro'za so'zini biz deyarli o'zgarishsiz olganmiz. Lekin nega turk tilida u o'ruchga, qozoqchada o'razaga aylangan? Eng asosiy sir mana shu yerda. Forscha ro'z so'zini o'zi ham so'g'cha ro'sh so'zidan olingan. Turkcha o'ruch so'zida ana shu so'g'cha so'zning ta'siri bor. Turkiy tillar boshqa tildan so'z olganda ko'pincha so'z boshidagi undosh oldiga unli orttirib oladi. Mana hayotdan misol keltiray. Biz stakanni istakan deymiz, rusni o'ris deymiz. Stolni stol deymiz. Biz ro'za so'zini o'zgarishsiz olgan bo'lsak, boshqa turkiy tillarda mana shunaqa o'zgarishlar bo'lgan. Turklar uni o'ruchga, qozoqlar o'razaga, tatarlar urazaga aylantirgan. Rus tilidagi uraza so'zi ham turkiy tillardan kirib borgan. Talaffuzga moslashib shakli o'zgargan yana qanday so'zlarni bilasiz? Izohlarda qoldiring.